Sedanachi kompaniyasidan 4 yildan beri qora sedani ichib keladigan yangi yo'lli Umid opam uylariga tashrif buyurdik. Videoni oxirigacha ko'ring, sahifamizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Assalomu alaykum, kene, charchamayapsizmi? Assalom, rahmat. Sedanachi kompaniyasidan qora sedani mahsulotini ichib yurgan ekansiz. Necha yildan beri ichasiz qora sedani? 4 yildan beri. 4 yildan beri ichasiz. Xo'p, qarang. Qora sedani mahsulotini ichmasingizdan oldin qanaqa holat edi, ichganingizdan keyin qanaqa holat bo'ldi? O'zi qora sedanani ichishimga nima? Kliniksim boshlangan paytida yuragim yog'im bo'lib, davleniyam oshaverdi. Keyin undan oldin qo'llarimda shamollashim bor edi, og'rardi shu. Bo'g'inlarim og'rardi. Remoprovga topshirsam yaxshi chiqdi. Keyin yozda ham og'rashni boshladi. Keyin sedanachiga telefon qilib tushuntirganimda shu narsalaringizga hammasiga yaxshi bo'ladi deb tavsiya qilishdi. Qora sedanani boshladim. Shundan keyin endi hozir og'riqlar kamaygan. Keyin davleniya ham har safar yozin qishin normada yuradi. Normada yuradi. Xo'p, davleni mahsulotni to'xtatganingizdan keyin nojo'ya ta'sirlar, o'rganib qolishlar bo'lmadimi? Yo'q, orada to'xtatdim. To'xtatib, ancha to'xtatib yurdim. Unaqa narsa bo'lmadi. Yaxshi yurdim. Endi davleniyam ham o'ynamasdan yaxshi yurishim uchun yana keyin boshladim. Yana boshladingiz, yana davomiy ichib yurasiz. Xo'p, eshitishimiz bo'yicha faqatgina o'zingiz emas, farzandingiz ham ichgan ekanlar. Nimaga ichganlar uni? O'g'lim rosa allergiyasi yomon edi, changdan allergiyasi bor edi. Oldin o'zi yoshligida yo'q edi, keyin shunaqa bo'lib qoldi-da, chang bo'lsa, burnida qichishish bo'lib, aksirishni boshladi. Ko'zlari qizarib, keyin bu narsa yurib ko'ziga o'tib ketdi. Keyin ko'zi ham qichishni boshladi. Keyin allergik sentrga borib analizlar topshirib, davolanish lecheniani yozdirib keluvdi. Oluvdi, bir oydan keyin yana boy bo'lib ketaverdi. Keyin kuchayib keturgan qora sedan. Anaqa ko'z allergiyalar. Allergiya kuchayib ketdi. Yozgi kuni ayniqsa, masalan, kraska ishlari qilsa ham battar kuchayib, shunaqa darajada bezovta bo'ldiki, burnini rosa ham shilvardi, o'shalar oqishiverdi, ko'zini ichi qizarib ketdi. Keyin men sedanani reklamasini ko'rgandan keyin telefon qilib shunaqa allergiyasi bor, biz lecheniya olsa ham yaxshi bo'lmayapti desa, u payt Omad degan mutaxassis ishlardi. O'sha bilan gaplashganimizda, yo shu sedani agar 3 oy davomida doimiy ravishda ichib yursa, allergiyasi batamom ketadi dedi. Keyin olib ichishni boshladim. Xudoga shukr, shu payt yoz payti edi. To'xtadi. Necha oyda ta'sir qilish boshladi? O'sha payt. Bir 10 kunlarda уже pasayishni boshladi. Qichishlar, allergiyalar bo'lishi. Pasayishni boshladi. O'zi nima ish qiladi? Endi o'zi mebel yasardi. Keyin momentlarda kraska ishi ham qilardi. Keyin shu kraska ishida battar avjiga olib ketaverdi. Keyin shundan keyin yo pasaydi, yaxshi bo'lib qoldi. 1 oy davomida keyin rosa ham yaxshi natijasi bo'lib, keyin hamma nimalari qoldi, qichishlari qoldi. Qichishlari qolib, allergiyalar joyi. Hozir ham davom ettirdi. Hozir ham ishlaydi. Hozir ham uzluksiz ravishda endi ichib yurgan dedi. Undan tashqari bronx yo'llari, nafas yo'llarida surunkali shamollashi bor edi. Tez-tez shamallab turardi, anginasi qishib ketardi, yiringlab ketardi. Shu kasalligi to'xtadi. Keyin yana orttirilgan yana bitta kasallik bo'lib qoldiki, biz keyin neyropatolog tekshirtirsak, cherepnoy davleniyasi bor ekan. O'sha payt shunaqa nima qilindi. Endi hozir sedanani ichib yurish davomida mana yozda anomal issiqlar bo'ldi, cherepnoy davleniya oshmaydi. Anginasi qishmaydi. Allergiya umuman bezovta qilmaydi. Mana nima ish qilishdan qat'iy nazar, chang ish bo'lsa ham, hali aksariyat unaqa allergiyadan bezovta bo'lib nima bo'lmaydi. O'zingiz necha yoshsiz? O'zim 50 yoshdaman. 50 yoshda o'xshamas ekansiz, lekin 50 yoshga. Qora sedani ichib yurganingiz ma'lum-da. Qora sedani ichib yurganlar yoshartiradi. Yuzlarida nima desa bo'ladi, qonlarni, ajinlarni, immunitetlarni mustahkamlaydi. Keyin sochimizni ham oqarishigacha ta'sir qilar ekan. Qora sedani tez oqarardi. To'kilishlarni oldini oladi. To'kilishini birinchi o'rinda to'kilishini to'xtatadi, keyin sochga juda ham jilo beradi. Shunaqa bo'lmaydi ham, misol uchun davleniyam eshitgan bo'lsangiz 2-3 kun oldin magnitning bo'ralar bo'ldi. Ana o'shalarda ko'p odamlar hammasi doriga yotib oldi. Qora sedani ichib yurgandan keyin unaqa narsalar bo'lmaydi. O'zingiz ham sezgandirsiz. Internetda, telefonda, televizorda reklama qilishadi. Magnitning bo'ra, unaqa qiling. Sizda qanaqa o'tdi shunaqa? 2-3 kun oldin. Narsalar hozir hech ham bezovta bo'lmayman, yozin qishim bezovta bo'lmayman. Umuman bezovtali yo'q. Qora sedani muntazam ichib yurasiz. Undan tashqari men hozir ota-onamga ham tavsiya qildim, dadam ham hozir 1 yil bo'lyapti, qora sedani ichib yuradi. Bizadan olib. Men orqali olib beraman.
keyin ichadi. Keyin ukamni ham allergiyasi bor edi-da, uniki yo'talardi. Yo'talardi. Asabdanmi, plus allergichni edi. Shu gapirib turib yo'talaveradi. Shunaqa narsasini ham ichgan dedim. U hozir unga 5-6 oy bo'ldi. Dadam ham ichadi, dadam ham mana hozir animal issiqligidan rasi ham yaxshi o'tdi. Davleniyasi bahor paytida bir lecheniyadan 200 ga chiqib ketdi. Rasi ham yaxshi yuribdi. Mana kuz keldi, hali hech ham bezovta bo'lgan. Davleniya oshmayapti. Yo'q, oshmaydi ham, tushmaydi ham, me'yorida. Qonni faoliyatini yaxshilab berganning hisobiga davleniya ham oshmaydi, misol uchun. Immunitetingiz baquvvat bo'lgandan keyin animal issiq bo'ladimi, animal sovuq bo'ladimi, ta'sir qilmaydi. Bu yoqda mana oldimizda xudo xolisa qish, dars davom ettirsanglar, xudo xolisa oilaviyga o'tyapsizlar. Dori ham iste'mol qilmayotgandirsiz-a? Yo'q, yo'q. Dorilar. Mana 4 yil bo'ldi, men hech Klinikda umuman dori ichmayman. Dori ichmaysiz, faqat qora sedana. Faqat qora sedana. Zo'r. Xo'p, mana bu sizga hadya Habbat Saudadan qora sedana zominniki, chesnochnikli, bu sizga yanada immunitetingizga immunitet qo'shadigan, xudo xolisa, bu ham sizga foyda bo'ladigan. Buni ham ichganmisiz? Ha, buni ham ichganman. Orada bir qo'shib berishuvdi. Olganimda shu chesnoklikni qo'shib bergan. Uni o'zim ichganman, ozgina chesnok hidi bor deb o'g'lim ichmadi, o'zim ichganman. Yo, chesnok hidi bilinmaydi, lekin juda zo'r mahsulot. Bemalol ichganman. Oila a'zolaringizga ham yana tavsiya berib, zakaz qilsangiz bo'ladi. 100% tabiiy zominni urug'lardan tayyorlangan qora sedanamiz. Rahmat. Mana o'zingizlar guvohi bo'lganingizdek, qora sedani iste'mol qilib yurgan mijozlarimiz qanchalik o'zgarishgan. Davleniyadan qiynalishmaydi, sahrdan qiynalishmaydi, bemalol qora sedani kundalik hayotingizga odat tusiga aylantirib olsanglar bo'ladi. Agarda sizlarga ham qora sedana mahsulotimiz kerak bo'lsa, 55 kodi bilan 513 99 99 raqamlariga bemalol bog'lanib, mutaxassislarimizdan bepul konsultatsiya olsanglar bo'ladi.